Niyatning kuchi. Valeriy Sinelnikov. Orzu va istaklarni qanday qilib amalga oshirish mumkin? Ong osti sirlari. 9-qadam. Fikrlaringiz toza bo'lishi haqida qayg'uring. Niyatingizning amalga oshishi siz va atrof olam uchun yoqimli bo'lishi kerak. Yodda tuting, sizning niyatingiz siz boshqalarga zarar yetkazish evaziga qo'lga kiritishni istagan narsa emas. Niyatingiz bir butun shaxs sifatida o'zingiz va atrof olam bilan to'la uyg'unlik kasb etishga ishonch hosil qiling. Siz xatti-harakatingiz natijasida qo'lga kiritadigan narsa faqat sizning hayotingizni emas, boshqa kishilarning hayotini ham yaxshilashi kerak. Biz bir butun koinot organizmida yashayapmiz. Shuning uchun barcha tirik mavjudotning manfaati yo'lida harakat qilishimiz kerak. 10-qadam. Niyatingizning amalga oshish joyi va vaqtini belgilang. Yodda tuting, sizning niyatingiz kerakli vaqtda va kerakli joyda amalga oshadi. Ong ostingizga niyatingizning amalga oshish joyi va vaqtini tanlashga imkon bering. U barcha bo'ladigan variantlarni a'lo darajada hisoblab chiqadi. Shunchaki botiningizga, ong osti aqlingizga murojaat qilib shunday deng. Ong ostim, niyatimni amalga oshirish uchun eng qulay vaqt va eng yaxshi joyni tanla va uni hayotimda ro'yobga chiqar. Vidolashuv. Yarim tunda buyuk magistr va xristian ko'hna qal'aning devoriga ko'tarilishdi. Bu joydan butun shahar ko'rinib turardi. Shahar uyquda edi. To'lin oy yog'du sochar, yulduzlar ham odatdagidan ko'ra yorqinroq edi. Qiziq deb o'yladi xristian. Nega men ilgari yulduzlarga sira e'tibor bermagan ekanman? Ular shunday chiroyliki, yana har biri menga qandaydir sirni aytishga urinib nur sochyapti. Buyuk magistr ham yulduzlarga qarayotgan edi. Qaysidir lahzada xristianga u yulduzlar bilan so'zlashayotganday tuyuldi. Har bir kishining xristian jimlikni buzdi alximik. O'z shaxsiy afsonasi, o'z yo'li bor. Bu ruh yo'li. U yulduzlar bilan belgilangan. Bu yo'lni to'g'ri o'qib, unga amal qilish juda muhim. O'z shaxsiy afsonasiga rioya qilgan kishi o'z taqdirining yaratuvchisiga aylanadi va cheksiz takomillashish quvonchini boshdan kechiradi. Biroq men bu yo'lni qanday qilib bilib olishim mumkin? So'radi xristian. Yo'lingni belgilovchi ishoralarni to'g'ri o'qishni o'rgan. Tamommi? Yo'q, tamom emas. Asosiysi, ko'nglingda doim hayot va bilimga bo'lgan buyuk tashnalik yonib tursin. Yana hushyor bo'l, bu moddiy olam insonning o'lmas ruhini uxlatib qo'yishga harakat qiladi. U bunga qisman erishadi ham. Inson moddiy boyliklar va bekamuk ko'stlik ortidan quvib, o'zining buyuk vazifasini unutadi. Faqat shohni ham, gadoni ham tenglashtiradigan o'lim oldidagina odam birdan o'z hayotida juda muhim bir ishni qilishni unutganini tushunib yetadi. Hatto bu narsa unga bir lahzaga ayon ham bo'ladi. Biroq endi kech, bu odamda kuch qolmagan bo'ladi. Faqat ko'ksida zirqirab turuvchi og'riq qoladi xolos. Yuragingni tarbiyala, davom ettirdi buyuk magistr. Uni tinglashni o'rgan, shunda u sening eng yaxshi do'sting va maslahatchingga aylanadi. Belgilarni o'qishni o'rgatadi. Shamol va yomg'irning shovqini haqida so'zlab beradi. Koinotning buyuk sirlarini aytadi. Sening yuraging eng asosiy alximik pech. Ezgu va yovuz fikrlaring unga tushgach, erib hayoting buyuk amaliga, yagona koinotning go'zalligi va uyg'unligiga aylanadi. Yuragingga quloq sol, takrorladi magistr. Yuraging tilida butun olam so'zlaydi. Jimlik cho'kdi. Xristian uni buzishga jur'at eta olmadi. Buzolmasdi ham, chunki buyuk magistrning so'zlaridan keyin unda biror fikr qolmagan edi. Shunchaki bo'shliq, ichki sukunat. Birdan bu sukunatda xristian o'z ichki ovozini eshitdi. Bu ovoz unga bugun buyuk magistr bu olamni tark etishini aytdi. Buni fikr deb bo'lmasdi. Bu yurak ovozi edi. Xristian bu ovozni ilgari ham eshitganligini tushundi. Bunday lahzalar kamdan kam bo'lardi. Biroq ular yurak ovozi aytgan narsalarning barchasi amalga oshganligi tufayli uning yodida qolgan edi. Men bu dunyoni tark etishim kerak dedi buyuk magistr
Ovozida bilinar-bilinmas qayg'u ohangi bilan menga baxt va quvonch hadya qilgan bu dunyo men uchun og'irlik qilyapti. Men uni yaxshi ko'rardim, u ham meni yaxshi ko'radi. U menga bu go'zal tunni, bu iliq shamolni, yulduzlarning g'ayri oddiy yorqinligini hadya qilyapti. Hatto oy ham menga xizmat qilishga tayyor, biroq bugun men ularning xizmatidan foydalanmayman. Bu tunda men ular bilan xayrlashaman. Men yomg'ir yog'ishni istayman. Buyuk magistrning so'zlaridan xristianning ko'ksida zirqiratuvchi og'riq paydo bo'ldi va ko'zlariga yosh keldi. Yo'q, u yig'lashni istamasdi, biroq ko'z yoshlari yanoqlaridan o'zi dumalab tushardi. Ular uning lablariga tushdi va xristian uning ta'mini tuydi. Qiziq, ko'z yoshlari sho'r emas edi. Yomg'ir. Qanday qilib xristian darhol sezmadi ekan? Axir bu yomg'ir edi-ku. Endi trans holatidan chiqqach, yomg'irning iliq tomchilari yuzi va qo'llarini mayin silayotganini yaqqol sezdi. Olam yig'layapti. Zo'rg'a eshitiladigan qilib dedi buyuk magistr. Uning ovozi bilinar-bilinmas titrardi. U mening undan ajralayotganimdan chuqur qayg'udaligimni aks ettiryapti. Men buning uchun undan cheksiz minnatdorman. Xristian yig'lashda davom etardi. U ko'z yoshlarini to'xtatishni istamas, to'xtata olmasdi ham. Ular yomg'ir suvlariga qo'shilib uning yanoqlaridan oqardi. Va o'zi yig'layaptimi yoki atrof olammi yoki bu shunchaki yomg'irmi, endi unga baribir edi. Endi meni xoli qo'y, dedi buyuk magistr xristianga murojaat qilib. Biroq yigit joyidan jilmadi. Xristian, dedi buyuk magistr, endi xotirjam va qat'iy ovoz bilan. Men o'zim bilan o'zim qolishim kerak. Pastga tush va buyuk amalingni oxiriga yetkaz. Men senga barcha zaruriy alximik kalitlarni berdim. Qachondir sen ham shu ishni qilishingga, bu olam bilan xayrlashishingga to'g'ri keladi. Hozir esa yasha, hayotdan zavqlan va bu dunyoni sev. Menga ishon, u bunga arziydi. Bu sening olaming. Xristian o'ziga keldi. Kafti bilan yuzdagi suvni artib, zina tomonga yo'l oldi. Yomg'ir tina boshladi. U zina poyalardan pastga tushgan sari ko'kragidagi og'irlik yengillik bilan almashinayotganini his qilardi. U eslab qolgan oxirgi narsa buyuk magistrning oy manzarasidagi plashining etaklari, shamoldan xilpirab turgan qoramtir sharpasi bo'ldi. Yomg'ir tindi. Olam endi yig'lamas edi. Olam shodlanardi. Yangi sehrgarning tug'ilishidan shodlanardi. So'nggi so'z. Mana niyatni tuzish va boshqarish san'atini egallashga doir darslarimiz ham nihoyasiga yetdi. Endi siz o'zingiz va hayotingiz sifatini o'zgartirishga yordam beradigan barcha zaruriy bilimga egasiz. Faqat bu bilimlarni amalda qo'llash qoldi. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Keyingi kitoblarda ko'rishguncha xayr.